Əməliyyatda müminning hayoti ko'zlagan jannatga qarta xuddi tik siziq shaklda qurilgan bo'ladi. O'zimiz zaminda jannat oldimizda yuksak bir maqomda biz jannatga ketish uchun har doimo tik siziq shaklda ilgirlash, yuksalish to'g'ri keladi. Buning hammasini bilan bo'ladi desa, beg'ishlash orqali bilan bo'ladi. Beg'ishlash orqali bilan bo'ladi. Ya'ni biz xuddi o'zimizni din uchun, millat uchun beg'ishladik deganlik, oldimizga kesak qo'ydik deganlik. Kesakka dassab, yuksalimiz, oxirida nishon bo'lgan jannatga ketamiz. Aksicha biz beg'ishlamasdan oldik deganimiz, oldimizdagi hech kesaklarni elayotganga o'xshash, bizning yo'linishimiz ustiga emas, biz to'plab olgan bo'g'achqa, oldimizga elib olgan bo'g'achqa ostiga bo'ladi. Bizning boradigan yerimiz uning aksi bo'ladi. Demak, insonning beg'ishlashi Qur'oni Karimdagi alohida bir tavsiya. Hech qanday inson o'zini mustasno qilolmaydigan bir buyruq. Qur'onda mu'minlarning sifati shaklida bayon qilingan ya olsun. Yoki mu'minlarga buyruq shaklida kelgan ya olsun, bu nurg'un oyatlar bor. Mimma razaqnahum yunfiqun, mu'minlarning sifati. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Biz bergan rizqni, shu Qur'onda rizqdan chiqim qilinglar deb kelib qolsa, hammalarning ong idisiga pullam kelib qoldi. Yo'q, unda emas. İnsonga berilgan rizq degan nima? İnsondagi imkoniyatning hammasi insondagi rizq. Ma'lamdu bu insonga berilgan rizq. So'zli alamdu insonga berilgan rizq. Qo'llari normal ishlamdu insonga berilgan rizq. Unuga nupuz berdimi Alloh dunyoda insonga berilgan rizq. Inovat topdi insonga berilgan rizq. Demak, bilim berdi insonga berilgan rizq. Mush insonga berilgan mush imkoniyatlardan boshqalar uchun sarf qilish, din uchun sarf qilish, millat uchun sarf qilish, yana mana shu vaqtda beg'ishlash. Bu biz o'zimizni ap qachonmaydigan bir majburiyat. Aksi taqdirda biz tugishimiz. Chunki oyatning oxirida nima deydi? Va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Agar siz o'zingizni beg'ishlamasanglar, bu din uchun beg'ishlamasanglar, bu millat uchun beg'ishlamasanglar, sizda beg'ishlash ruhi bo'lmaganida sizlar tugishsizlar. Aniq oyatda va la tulqu bi aydikum ila tahluka.